Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz zakot va vaqf tushunchasi. Zakot nima? Zakot kimlarga, qachon va qancha miqdorda beriladi? Islom moliyasida vaqf tushunchasi. Bu rejalar bo'ladi. Zakot so'zi bu arabcha so'zdan olingan bo'lib, tozalanish, sadaqa berish, mol-mulk va daromadda beriladigan sadaqa, xayr-ehson hisoblanadi. Islomning 5 ta asosiy talablaridan biri. Ya'ni bu shariatga muvofiq muayyan boylikka ega bo'lgan musulmon inson bu zakot beradi. Zakot beruvchi kishining mablag'i o'zi va qaramog'idagilarning zaruriy ehtiyojlaridan ortiqcha bo'lishi lozim. Misol, bu mablag'ga kishining jamg'armasi, do'konda sotiladigan narsasi, sotaman deb olib qo'ygan narsalari, birovga bergan qarzi kirishi mumkin. Zakot miqdori mablag'larning 40 dan 1 ulushi, ya'ni 2,5% ga teng hisoblanadi. Zakot berolmaydigan musulmonlar olishga haqli. Zakot avval qarindoshlar orasidagi muhtojlarga, bunday qarindoshlari bo'lmasa, kambag'al, qarzdor musofirlarga beriladi. Dehqonlar va chorvadorlardan olinadigan zakot miqdori biroz boshqacharoq belgilangan. Zakotning asl hikmati faqir va muhtojlarning hojatini chiqarmoqdir. Zakot beriladigan boyliklar sirasiga nimalar kiradi? Naqd pullari bo'lishi mumkin, chorva mollari, sotish niyatida olingan tijorat mollari, birovlarga berilgan qarzlar, tilla va kumushlar. Zakot beruvchida lozim bo'lgan shartlar. Bu birinchi musulmon bo'lishi kerak, ikkinchisi balog'atga yetgan bo'lishi va oqil va hur bo'lishi lozim. Zakot islomning 5 ruknidan biri bo'lib, shariat farz qilgan amaldir. Zakot islomdagi 5 rukunning 3-chisidir. U islomiy ibodat bo'lib, aqidaning ajralmas qismi hisoblanadi. Kim zakotni inkor etsa, kofir bo'ladi. Bordi-yu uni ado etmasa, osiy bo'ladi. Zakot berish uchun molda bo'lishi lozim shartlar. Bu birinchisi nisobga yetish kerak. Ikkinchisi to'liq mulk bo'lishi, ya'ni o'sha mulk o'zimizniki bo'lishi kerak. Uchinchisi fe'lan yoki taqdiran o'suvchi mol bo'lishi. To'rtinchisi hojat asliyadan ortiqcha bo'lishi. Beshinchisi qarzdan xoli bo'lishi. 1 yil to'lgan bo'lishi. Oltinchisi zakot beriladigan kishilar. Zakot quyidagilarga beriladi. Albatta sadaqalar, ya'ni zakotlar Alloh tomonidan farz bo'lgan holda faqat faqirlarga, miskinlarga, sadaqa yig'uvchilarga, ko'ngillari islom oshno qiluvchi kishilarga, bo'yinlarini ozod qilishga, qarzdor kishilarga va Alloh yo'lida hamda yo'lovchi musofirlarga berilur. Allohim bilim va hikmat sohibidir. Tavba 60-mazmuni. Zakoti farz bo'lgan mulklarning turlari. Quyidagi mollarning zakot berish farzdir. Birinchisi, yilning aksariyat qismini dallarda o'tkazadigan qo'y, sigir va tuyaga o'xshash 4 oyoqli hayvonlar. Ikkinchisi, oltin va kumush. Uchinchisi, tijorat mollari. To'rtinchisi, dehqonchilik mahsulotlari va mevalar. Beshinchisi, madan va yer osti boyliklari. Zakot berish joiz bo'lgan kishilar. Badavlat kishining faqir katta o'g'li, badavlat kishining faqir xotini. Uchinchisi, farzandi boy bo'lsa-da, uning faqir otasiga zakot berish joiz. Zakot niyatidagi faqir, qarindoshlari bolalariga beriladigan sovg'alar ham zakot o'rniga o'tadi. O'zbekiston musulmonlar idorasi Fatvo markazi 2024-yil uchun zakot nisobi, filtr sadaqasi va fitya miqdori bo'yicha qarorni e'lon qildi. Qarorga ko'ra, zakot hisobi 40 million so'm etib belgilandi. Ya'ni kimda zarur ehtiyojdan tashqari 40 million so'm va undan ortiq pul mablag'i yoki ushbu qiymatdagi savdo tijorat moli bo'lsa, jami mablag'ning 40 dan 1-ni, ya'ni 2,5%ni zakot niyatida haqdorga beradi. Keyingisi, islom moliyasida vaqf tushunchasi. Vaqf so'zi lug'atda to'xtatish, tutib qolish ma'nosini anglatadi. Shariatda esa molning aslini ushlab turib, foydani Allohga yaqinlik hosil qilish uchun sarflashga aytiladi. Vaqf qilingan narsadan keladigan foyda vaqf qiluvchi belgilangan ko'rsatgan shar'iy maqsad uchun sarf qilinadi va savobi vaqf qiluvchiga bo'ladi. Vaqf qilingan narsa sotilmaydi, hadya qilinmaydi, meros qoldirilmaydi. Vaqf xayriya jamoat fondi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-aprildagi diniy ma'rifiy soha faoliyatida tubdan takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi 54/16 sonli farmoniga muvofiq tashkil etilgan xayriya jamoat fondidir. Fondning asosiy maqsadi diniy ta'lim muassasalarini qo'llab-quvvatlash, ularning
infratuzilmasini yaxshilash hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga yordam berishdan iborat. Zamonaviy davrda vaqf. Bugungi kunda ko'plab musulmon davlatlarda vaqf fondlari faoliyat yuritadi. Diniy va ijtimoiy loyihalarni moliyalashtiradi, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarini qo'llab-quvvatlaydi, kambag'allikka qarshi kurashda muhim rol o'ynaydi. Masalan, Islom taraqqiyot banki, xalqaro tashkilotlar ayrim loyihalarni vaqf mablag'lari orqali moliyalashtiradi. Xulosa Xulosa qilib aytadigan bo'lsa, zakot bu poklanish deb olinadi, vaqf esa abadiy savob manbai. Ikkalasi ham insonni saxovatga, jamiyatni esa birlik va barqarorlikka chorlaydi.